O'zbek seriali Ofsinlar"ning navbatdagi 56-qismi 8 dekabr 2025 yil soat 20:00 da Milliy TV kanalida namoyish etilishi tomoshabinlar orasida allaqachon katta qiziqish uyg'otmoqda. Sana voqealarning yangi bosqichga o'tishini anglatadi va aynan shu sababli epizod yanada kutilyapti. Ofsinlar o'zining oilaviy hayotni chuqur ochib berishi, ayollar o'rtasidagi yashirin raqobat, mehr va adovat o'rtasidagi nozik chiziqlarni ifodalashi bilan qadrlanadi. Serial ikki ofsinning bir uyda yashash jarayonidagi ichki kurashlarni ko'rsatadi. Oila ichidagi ta'sir uchun kurash, o'tmishdagi alamlar, ko'ngil yaralari va o'zaro tushunishga bo'lgan ehtiyoj ularning har bir qadamiga ta'sir qiladi. Shu sababli har bir epizod hayotiylik va samimiylik bilan to'la. 56-qismda ziddiyatlar yanada keskinlashib, har bir qahramon o'z qarorining oqibatiga duch keladi. Serialning kuchli tomoni shundaki, u faqat dramatik burilishlar yaratmaydi, balki xarakterlarning ichki olamini his qilishga undaydi. Rejissura va aktyorlik o'yini har bir sahnada puxta yondashuv bilan namoyon bo'ladi. Ofsinlar haqiqiy oilaviy dramalarning mazmunini yetkazib, tomoshabinni voqealarga yanada chuqurroq sho'ngishga undaydi. Shu bois serial har safar o'ziga tortib, hissiyotlarga boy manzara yaratishda davom etadi.